Aslida spiral mana shu holatda bo'ladi. Spiral qo'ydirishdan qo'rqib yuradigan ayollarimiz uchun. Buning uchun bizga nimalar kerak? Bir martalik qo'lqoplar, qin ko'zgulari va mana bu turdagi qaysi biri bo'lsa ham spiralni biron turi. Odatda spiralni tanlab ayolga ko'rsatganimda, doktor buni hammasini qo'yasizmi deb so'rashadi. Buning uchun biz ayolning ko'z o'ngida spiralni pachkasini ochamiz. Sababi ishonchlilik uchun. Keyingi holatimiz esa buni o'zini ochiladigan joyi bor. Antiseptikaga rioya qilingan holatda mana bunday qilib olinadi. Va mana shuni ichida mana shunchalik katta, faqat bu qin yo'llariga moslashtirilgan mana. Atigi mana shu qismi ayolni qin yo'llardan o'tkazilib, bachadon ichiga qo'yiladi. Va biz buni ortiqcha mana bu iplarni aseptikaga rioya qilgan holda qaychi bilan kesib tashlaymiz.